Valencia hozir nimaga kuchilyapti? Tinchmi? Ishdan. To'y nima bo'ldi, to'y? Давай tez. Menda ko'rinmayapti lekin. Og'a bu Instagram cho'ta ko'rilmayaptimi deyman-da. Mayli hech yo'q bo'lib turadi. Xudo bo'lish kerak ham bor. Shu. Razminkada bu bratan. Mana sal jonlandi-ku. Ha. Mayli, Mana 100 bo'ldi. yo'q raqamlar-chi. Ha, shuda. 100 bo'ladi. Endi baribir 100 bo'ladi. 1 million odam bo'lgani bilan baribir yozgani menga ko'rinmayapti cho'ta. Sizga ko'rinyaptimi? Odamlar yozayotgani ko'rinmayapti lekin. O'sha ani Ha, bu yerda ko'rinyapti. O'rtamga ko'rinyapti. Ha, o'rtamga ko'rinyapti yozganlar. Menga ko'rinmayapti. Menga ham ko'rinmayapti-da. Diyor aka qalay ekan? Repsiz hayot. Qo'ldan ekinlang chiqdi. Ha, ikkalamiz chiqdi Xullas, aka. Короче, nima bo'lyapti? Uzrep Mening chiqmayapti lekin. nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Progresslar qanaqa? Uzrepda o'sha aka. Hamma nomer ading. Hamma nomer Televizorga chiqqanlar paydo bo'ldimi? Televizorga chiqqanlar shu Sharif aka poxodi konsta chiqdi deyapti, lekin o'zim ko'rmadim. Keyin Angrenda Sero degan bola bor. Eshitgan bo'lsangiz kerak, Siroj anaqa treki bir paytlar zo'r hit bo'ldi. Kelaman ko'cha. Ha, bo'ldi. Sizlar birga O'zlar. aytgansizlar. Yo'q, u bilan birga aytmaganmiz. Ha, duet boshqa aytganmiz. Mani musiqam suda, ha? Da, bratan, siz ancha xabardorsiz. Конечно, yaxshi narsalardan xabardorman. Dusha, bratan. Xullas o'sha bola katta ko'rinmay ketdi. Aytdimi u? kim? O'sha bola Serio'mi? Nima? Serxio Ramos nima edi? Yo'q, hozir ijod poxodi qilmayapti-yu, ko'rmayapman. Shunaqa deb bekorga anaqa qilmash kerak, до конца bosirish kerak. Rezultat bo'lgandan keyin. Shunchalarning orasidan ajralib kelgan bola tashavvurisi noto'g'ri-da. Ha, albatta. Bosish kerak до конца. Albatta. Hozir bitta emas, poxodi chetda, Tailanddami qayerdadir bo'lishi kerak. Ish bilanmi? Yo'q, dam olishda o'xshaydi. Rahmat. Dam olishda Joni zamon bo'lsin. gaplashib turaman-da o'ta. Biznes bilaman, o'zim aytaylik shuni. Sen ko'rmaysanmi shunga deb bunda? Yana kim bor? Zo'r. Endi zo'rlar. Hamma ijodi yaxshi aka, hamma bilan yaxshiman. Eskilardan masalan Bad Boy bilan, Uzbun bilan protivsiz bilaman, tayinlab aytyapman-da. Ularga protiv, ular o'zidan o'zi protiv bo'lib qo'ygan. O'zimni kelib qolsa yaxshi gapiradi 100%. Ularni bilaman. Yuvosh bo'ldi. Shuhrat aka bilan qanaqasiz, Diyor aka? Kim? MC Shurik. Shuhami, anaqa massami? Yo'q, massa emas. MC Shurik. Ha, Shuhrat Shurik. Ha, bo'ldi. Anaqa boshlovchi bo'lib ketgan-a, o'zi.
U anchadan beri. Древний, вообще. U ham pensioner o'zi. Hali ham Ha, aytyapti. birga duet qildik-ku, ko'rmadingizmi? Klipi bilan, a? Da. Odilxon Kamolov chiqdi klipida. Anaqa. Relsalada. Poyezd relsida. Ha, Ha. o'zlar. Angrenda olindi. Bo'ldi, esladim. MC Shuri ketyapti-da, xullas, hali. Ha. Молодец. Zo'r bola u. Azaldan taniyman men uni. O'sha hech kim uni eshitmagan paytida oldimga kelib ashula zapis qilib ketgan. Ha. Hozir aytaman, ashulani bitta qiz bilan kelgan. Bunyodkor futbolistlar haqida aytgan. Esladim. Sizda o'zingizda edi studiya aka? Ha. Garmoniya Recordsmidi? Shunaqa. Молодец. Maqolingiz yopdingizmi? Ha. Buzib ketgan. Binosi bilan buzib ketgan. Voy. Ma'lumot uchun Yana o'rtoqlar, kim bor? o'zbek reperlaridanmi? Ha. O'zbek reperlaridan shu Hit parad bo'ladi-yu, mana misol uchun. Odamlar nima deyapti? Hit parad mana. 5 ta kim 5 tasi kim kiryapti? Top 5 kim? to'g'risini aytsam aka, o'zbek rep hozirgi pokoleniya o'zimiz bilan birga chiqqan pokoleniyani eshitmayman. Endi bu katta ketish emas, boshqa emas. Katta ketish bizga emas u. Men eski reperlar bor-ku. To'qotdingiz. Yoriga otib qo'yapti. Brat, cho'ta sizda set yo'qmi deyman? Yo, meni normal ishlayapti. Endi ham yaxshi-da. Короче, eski reperlar bor, masalan, o'sha MC Shurik, Dior Production, Lil Gangsta. Shular eshitaman. Dinozavrni tutib yegan reperlar bor-ku. Lil Gangsta tirikmi hali? Lekin mana shu aka bilan bir marta yuzma-yuz kelganmiz, bitta tadbirda, hali anaqa qilmaganmiz. Nima deysiz, suhbatni olmaganman. Sizlar birga anaqa qilmadinglarmi? Ko'rish qolmadinglarmi? Bir ko'rishganmiz-da o'sha davrda. Undan keyin ko'rishmadi. Intervyusida aytib bergan, ko'rganman intervyusini. Короче, normal ko'cha bo'lgan, Ko'cha tema bo'lganda, короче. Zo'r bo'lgan. Hozir qotgan ekan u. Lekin hozir faoliyatidan xabarim yo'q aka. Shu eski treklari bor, shu Madagaskar, o'sha disdan keyingi treklar bor, dis chiqarmay qo'ydi, undan keyin chiqardi, o'sha paytlardagi. Juncha eshitib turaman. Masalan, mana bunaqa narsa bor-da. Men hozir chiqayotgan pokoleniyadagi reperlar hammasini hurmat qilaman. Massa, Minor, Aslwayn, Green, hammasini hurmat qilaman inson sifatida. Lekin ijodini eshitmayman-da. Endi bu narsa mening aybim bo'lmasa kerak, bir ikkitasi aytadi, "Yo'q, eshitmayman, uzr" desam, siz bizda ekansiz" deydi-da. Ya endi ularni ham eshitib turish kerak. Sababi bir xil bo'lib qolmasligi uchun. Ha. O'zi kamdan kam rep eshityapman oxirgi paytlarda, faqat milliy bo'lib ketgan. O'zi mana shu Ibrohimbek haqida aytilgan ashula bor-ku, shunaqa ashulalar qilish kerak. O'sha yaxshi ashula. Balki u yoshlar tushunmaydi, balki u prosmotri kam yig'adi, u nima desa bo'ladi? Kattalar uchun yaxshi ashula.
Ha, rahmat aka. Ko'proq Xudo xolasa. sevgi muhabbat uda suda endi bilmadim. O'zi lirika ozginani menimcha уже kerak emas narsa deb o'ylayman уже bo'ldi. Ha, lirika ham kayfiyatga qarab chiqarib qo'yaman ora-orada. U endi iminnoy bo'lsa ham kimdirga aytilayotgan bo'lsa bo'ladi. Atak hozir qizlarga boshqa narsa kerak-da. Da. O'shaning uchun uylanish kerak, lekin lirikalar ham to'xtaydi. Lirika to'xtayapti. Yo, oxirgi paytlar o'zi lirika kam chiqaryapman, chunki usta уже skучно bo'lib qoldi. Qanaqadir. Chunki уже gapiriladigan gaplar уже gapirildi-da men tarafdan. Shunga endi shu bitta normal temalar bor. Взрослыйlar uchun shunaqa narsa qilish. Yangi albomdan nima bor? Hech kim eshitmaganlardan nima narsa bor? Telegramdan tashlab yuboraman, brat, sizga. Addushi. Hozir 4 tami trekim tayyor, uni уже albom qilish ana fikridan qaytdim. Nimaga? Chunki mana ikkita proyekt yo'qdi уже menda. Shunga qarasam albom cho'zilyapti. Keyin bizda hali avtorskiy prava ham anaqa-yu, po'qqa qaraydi-yu hamma. Shunga sekin-sekin tarqataveraman deyapman. Bu albom chiqqandan keyin prezentatsiya bo'ladimi? Shunaqa planlar bor edi. Keyin og'aynim bor. Ham nima deydi, videolarim qilib beradigan bola bor, Akmal degan. Hozir bu o'rtog'im anaqada-da, chetga chiqib ketdi yaqinda. Shunga hozir bitta qanot bo'lib qoldim. Endi gruppada bolalar bor, Oybek degan o'rtog'im olib beryapti hozir videolarimni. Baribir Instagramda yuritishga gruppa bo'lish kerak ekanda. Bitta o'zingiz bitta ulgurish qiyin ekan. Kim ana? Ijodkor o'zini ishini qilish kerak, hamma o'zini ishini qilish kerak, o'shanda zo'r bo'ladi. Komanda bo'lmasa bo'lmaydi. Da, komanda kerak emas boshqa. O'zingizdan-chi, aka, o'zingizdan gapiring endi, hammaga qiziq tarafi. Manda o'sha har doimda ijod zalga borganda ana qo'shiqni taftor qilib qo'yadi. Buqacha bor-ku. O'zi hamma buqacha bo'lmoqchi, o'sha qo'shiq trek qilib qo'yadi. Sport bilan shug'ullanish kerak, просто oshirib olish kerak emas-da. Da. Endi ozgina o'ziga ishonmagan bola, sal norozi o'sgan, bolalarga qo'shilmasdan o'sgan bola ko'proq mana shunga qiziqadi-da, ozgina protein yeydi, bu yeydi, bu qiladi, ko'lda qiladi, qanaqadir nimadir isbotlamoqchi bo'ladi-da, yoshlikda isbotlolmagan. O'shanga kachkani bosadi. Bodybuilding bo'lib ketishi ham mumkin. Xullas-da, sport bilan shug'ullangan yaxshi, lekin oshirib olish kerak emas deb o'ylayman. Nima bo'lib qolishi mumkin. Albatta. Yokida qilsa, eng sifatli narsalarni qilib, parallelni tozalab, beshlab nimadir qilsa bo'ladi. O'zim chiqasiz o'xshaydi-yu. Zalga chiqasiz o'xshaydi o'zim deyman. Men shundoq ertalab chiqaman, yuguraman, bog'chaga olib bor, keyin boshqa bog'chaga olib bor, suvni onaga, keyin ketdi. Xonaga, xullas, shundoq trenirovka hayotda o'zi. Sergelida isha? Ishxona boshqa joyda, boshqa rayonda, Yakkasaroyda, mahalla Sergelida. Anaqa bo'lganda, maktab paytlaridagi
O'rtoqlarim boya aytyapti-da. Biz maktabda o'qiganmiz, ikkita klanga bo'linganda, yarim taraf qizlar ummoni eshitadi, bolalar faqat Diyor eshitadi. Anaqa kolonkalar bo'lardi, ko'zi tushgan bo'lsa. Kichkina kolonkalar bo'lardi. Biz ham sizlar bilan parallel. Lekin o'shanda ham brat, o'sha paytda ham mana heytlar bo'lganmi? Masalan, hozir mana Instagram bor, Telegram bor, gruppalar bor, yo'qsa YouTube bor, kommentariysi bor. Kommentariysiga kiradida so'kadi, tuda mana shunaqa heyt yozadi, masalan, libo odam. U paytda mana qisib turgin dalboyib. U paytda anaqa bo'lgan-ku. Masalan, faqat saytlardan foydalanilgan-ku. Masalan, endi biz ko'p saytlardan masalan, moqino.net, ya'ni Mustafa bilan ishlaganman-da men. Qolgani bilan uncha ishlamaganman. O'sha keyin bu yoqqa faqat platformalar bo'lib ketdi-yu. Sizlar paytlaringda ham shunaqa bo'lganmi? Heyterlar bo'lganmi? Bizda faqat bo'lgan, mp3.net bo'lgan. O'sha yerda bilmayman, men shuni qo'ysam kommentariy ko'p bo'lardi. Boshqa san'atkorlarda umuman kommentariy bo'lmasdi. Mani kommentariyam ichida mani hech kim so'kmasdi-yu, lekin u yerda bolalar bir-birini so'kardi. Nima bo'ladi? Bizda yallab yaxshi tema masalan. Yallab bayram bilan tabriklasangiz ham so'kadi hozir Instagramda. Endi hozir bilan tabriklasangiz. Odamlarda hozir muammo ko'p-da. Muammo ko'p. Kimdir nimadir tabriklab qo'ysa, misol uchun bayram qilib video chiqarsa, men hozir Yaman ichida yuribman, bu bo'lsa mazza qilib bayram bilan tabriklab yuribdi deb asabiga tegadi-da. Nimadir yozadi, yig'ilish qilganda. Agar uni nastroyi zo'r bo'lsa, kimdir uni nimadir bilan rag'batlantirib bir ikki so'm berib qo'ysa, u zo'r kommentariy yozadi. Ammo ikkitasi bor-da, nazarimga tushib qolganda. Pastda endi nito'da, nima deydi, bilmayman, to'lkasini tarib qo'yganman, qo'yish. Kiratda ana qilaveradi. Ana qilaveradi. Nima deydi? Kiratda so'kuradi. O'sha tanib qolasiz, bitta odam so'kursa. Qayt yozursa. Aytaman bajalabdi, yo nimadir qilganman bunga o'zim bilib bilmay, yo to'lkasini tarib qo'yganmanmi bilmayman. Birovga yomonlik qilmaganman, masalan bilmayman. Ummon bilan-chi, brat, Ummon bilan. Men qarang, hozir yana zaпрос tashlaganlar ulab olsa bo'ladimi? Bo'lsa kerak, brat. Men просто ko'plar tashlabdi-da. Birinchi tushganini ulab olamiz. Davay. Bosib o'shanda 3ta ekran bo'ladimi? 4ta 5ta ham qolsa bo'larmi? 3ta ekran bo'ladi. Qanday baxtli odam bo'ladi. Qarang aka, qizlarni qabul qilib qo'ymay, uyga ham kirish bor, brat. Tak. O'tda birinchi turgani bosamiz. Nolingiz qiz bolaydi ekan. Xavfdan ogoh qilay deyapman-da. Oy. Qarang, yurmikan. Ko'p. Bas 10 minutda relis chiqib ketadi hozir. Relis chiqib ketadi? Relis chiqib ketadi. 10 minutda ko'p. 10 minut. 10 minut ham ko'p. 10 minut ham ko'p hozir. Primoy o'chirmasinlar, relis tayyor bo'ladi, tiktasida. Qabul qildingizmi aka? Kech ulanadi. Kech ulanadi. Qabul qildim. Cheti. Kemayapti. Kech boryapti, lekin kech ulanadi. Niyat yo'qmi endi, brat? Repni bir repchitat qilish. Yo'q. Hamma. Hozircha yo'q. Endi bo'ldi-da, o'zi. Tugadi-da, xullas.
anaqa Manimcha. repga talab kuchaygan lekin hozir oldingiga qaraganda ancha ko'pchilik rep eshitadigan bo'lib qolgan. Hozir endi boshqacharoq-da, baribir oldin boshqacharoq. Odamlar boshqacha tushunardi. Odamlarga gapirishda boshqacha gapirilardi, boshqacha tushuntirilardi. Hozir umuman boshqacha. O'shanga hozir u eski temani ko'tarib, o'sha eski qobiliyatlarni hozirgi qo'ysa, menimcha kim tushunmaydi yoki yemaydi-da. Maqsad u auditoriyani katta qilish ijod bo'lsa, misol ketidan foyda ko'rib, mablag' ko'rish maqsad bunaqa bo'lsa, u eski temadek emas, chista mana shu jinnilik qilishga to'g'ri keladi-da. Sal behayo tako'roq qilsa, o'shanda auditoriyasi katta bo'lib bo'ladi. Lekin menga to'g'ri kelmaydi. Kimdirlarga to'g'ri kelishi mumkin, menga u ishim to'g'ri kelmaydi-da. Jinnilik qilish. To'g'ri lekin. Yuzda bo'lib ketish oson. Bitta e'tiborni bitta jinnilik qiladi, g'alati video chiqazadi. Behayomi nimadir qiladi-da, keyin qaysidir yuzda chiqadi-da, aytadi, "Men buni qaralaring, bu nima bu deb urush bermoqchi bo'lib urush beradi." Keyin u riski unga atvet qiladi. "Sen nima deyapsan?" deydi, bo'ldi. Keyin hamma obsujdat qiladi, o'shanda o'sha jinnilik qilgan yuzda bo'lib ketadi. No, yuzda bo'lganda bu одноразовый bo'lib qoladi-da, uzoqqa bormaydi. U yana keyin jinnilik qilish kerak deb o'ylaydi, yana jinnilik qilishni boshlaydi. O'shaning uchun jinni bo'lib yurgandan ko'ra normal bo'lib yuraveradi omanda. Oldin dis bo'lardi. Shunaqa payt kimgadir dis tashlash bo'lardi-yu, hozir oktagonga chaqirish bo'lyapti. Kimgadir nimadir deyishga ham odam qo'rqadi. Siraz. Ya'ni to'g'ri ma'noda aytdim, kuzatuvchilar sal o'ylamanglar, duq ekan deb o'ylamanglar. Prosta to'g'ri ma'noda yumor uchun aytdim bu gapni. Menimcha bu faqat to'g'ri tushunadiganlar bor. Shu. Xullas nima bo'lyapti? Zaprosda cho't ishlamayapti. Xafa bo'lishmasa kerak deb o'ylayman. Mana bosyapman, mana jang. Bo'lmadi. Hop. Nodirbek 877 mana. Nodirbek 877 bosyapmiz. Birdan o'rgacha baho bering deydi. O'zi nima bo'ldi? Papirosga iya. Eski treklar nima qilasiz? Eshitib turasizmi, eshitmaysizmi o'zingizkini? O'zimni temalarimi? Ha. O'zimni temani eshitib turasiz. Endi eshitganda ana o'ta drevniylari bor. Yana bir ikkita hech kim eshitmaganlari ham bor, o'shalarni ham eshitib turaman. Biz pokoleniya bir 15 ta bor. Biz pokoleniya bilsa kerak baribir hamma treklaringiz. Da, shunaqa, lekin o'sha sizlar to'g'rida men xullas hech kim eshitmagan, adashmasam 14 ta narsa bor. Tarqamagan. Yo'q, eshitgan bo'lsa shu Davron eshitgan, Davrika eshitgan, Kapa eshitgan, studiyada. Boshqa hech kim eshitmagan uni. 14 tasi bor. Tashlaverar ekansiz menga aka. Mana endi ko'ramiz. Yo'q, unaqa qilmang. Men albomni tashlayman, siz uni tashlaysiz endi. Tarqatib yubormaslik sharti bilan-da, aka, men tarqatib yubormayman. Dushi. Yo'q, tarqatishda anaqa emas, prosta o'zingizda ham shunaqa bo'lib turadi-yu, ba'zan bitta ashula yozilib qolib ketadi-yu, boshqa ashulaga o'tib ketiladi-yu. Ha. Qolib ketgan. Lekin treklar ko'pa, bir количество как 500 tadan oshig'i. Ja 500 taga bormasa kerak. 400 ta bo'lsa kerak. 400 ta tasavvur qilyapsan? Butun umring davomida gapirsang ham buncha gap yo'q-da.
O'lishdi. Endi oldin forma payt boshqacha bo'lardi baribir. Misol uchun populyarniy ashulalar nima boy qizi kim bo'lding? Mana shular bir kunda chiqqanda. Bir kun ertalab yozilgan, kechki payt zapis qilingan, katta o'zida svideniya bo'lib chiqib ketaverganda. Kuniga ikkita kotleta chiqaverganda. Hozir shunaqa bo'ladi. Keyin уже ozgina formadan qaytilgandan keyin уже atrof muhit o'zgargan, tanish bilishlar ko'payib ketgan. O'tga bor bo'lib уже haftasiga bitta bo'lib qolgan. Keyin oyiga bir, keyin 2 oyga bir bo'lib qolgan. Shunday sekin oxiri yo'q bo'lgan. Lekin ana shu kim bo'lding aktual. Boy qizi ham aktual. Ha. Aziyat degan reper ham bo'lgan, ha? Ha. Hali ham bor, endi уже aziyat emas-da уже. Hozir ijod Уже qilmaydi. yo'q. Bola chaqali bo'lib, to'g'ri yo'lda. To'g'ri yo'lda desangiz biz xijolat bo'lib ketyapmiz. Endi yetdim. Sizda hozir tushunib turibman, ana уже интересный emas-da какой-то уже rap, mana hip-hop temalar. Ano Yo'q. shunaqa bo'ladi o'zi. O'zi boshida mana misol uchun men ijod qilib yurgan paytimda men o'shani ko'plik aytaman. Agar inson zvizda bo'lmoqchi bo'lsa, taniqli bo'lmoqchi bo'lsa, u o'sha shunaqa bo'lmoqchi bo'layotgani o'sha xatoda. U prosta yaxshi ko'radimi, misol uchun rep qilishni prosta o'shani qilib yurish kerak. O'zi yaxshi ko'rib o'sha ishni qilish kerak-da. Men misol uchun o'ylamaganman, shu meni ko'plar eshitadi, kalonkada eshitadi, ko'rganlar taniydi. Meni u orzu havasam yo'q edi unaqa, bu kimdir menga kelib, "Oka, bitta rasmga tushib olay yoki suhbatingizni olay, yuring poyxona misolda." Bunaqa narsalar vashi bo'lmagan. Prosta qotgan narsam o'zimga yoqqan, 3-4 ta og'anim bo'lgan oldimda, shu narsa tarqab ketgan. Shundan xulosaki, qachon u kimdirlar uchun va ulardan nimadir olish uchun qilsa, ijodini qiyin bo'lib qoladi. Lekin finans tarafini agar normal sosteniyada bo'lsa, u o'zini tez yuzda qila oladi. Va 3-variant shu jinnilikda, bo'ldi boshqa yo'q. Ko'pchilik mana shu 3-variantdan foydalanyapti hozir. Выгодно. Endi ko'rinib qoldi. Qarang, ko'rindimi ana yozayotganlar? Yo'q. Endi ko'rindi lekin mana chiqdi. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, charchamayapsizlarmi? Sabrlaringga bitta 5 bor. Diyor aka sizga ham salom yo'llayapti. Salom. Tak. Mana o'ylovchi, vроде men bilan o'tdim. Aha. Duet bo'ladimi deb yozayotganlar. Diyor aka hali ijodda emas. Mo'j kelajakda xudo xolisa agar qaytib qolsa ijod olamiga duet birinchilardan brat bilan bo'ladi xudo xolisa. Albatta. Chunki hozir va'da berib tashlasak bo'lmaydi-da. Albatta. VPN yo'qsanglar qotmaydi umuman debdi. VPN'im yo'q. Qotayotgan ekanmi? Yo'q, ana ko'rinmayapti-yu, unaqa kommentariyalar ko'rinmayapti, shunga aytayapti o'xshaydi. Diyor aka nostalgiyadan bo'lsin debdi. Diyor aka hali o'z tekstlari esida bo'lmasa kerak deb o'ylayman. O'zim treklarim ham tekst esimda emas-da.
Lekin man esimda, в принципе. Ha, aytib o'tirsam bo'lmaydi. Bo'ladi Yoshdan lekin. o'tib. Yo'q, aka. Diyor akaga ayting, ijodga qaytsin debdi. Men Diyor akani ham o'zini sabablari bor, hozir siz bilan biz bilmaymiz-da, do'stim. Men Qaytganni foydasi bilaman. yo'q. Men bilaman, что kecha уже aytdingiz-ku, u narsani tushundim men. Chunki qayta ijod qiling deyish noto'g'ri narsa bu yerda. Da. To'ppa. Lekin brat, choyxona borali, lekin ha. Ha, xudo xolasa qilish kerak. O'zi eng muhim narsa o'sha-yu. Обязательно. Ohangaronda lekin ko'p bilsiz, bunaqa joylar. Bo'ldi. Men o'zim bilan anaqalarni olaman, o'zimni chollarni, kapalarni, Bo'ldi. yuriklarni, pensionerlarni olib bordim. Xudo xolasa. Shuhrat aka bilan ham qilishimiz kerak bo'lgan anaqa. Choyxona. Yotib hali bo'lmadi. Shu bahona Shuhrat akani ham chaqiraveramiz-da. Zaryadga ham 3% qolibdi. Bahoda o'chadi hozir. Brat, menda ham 3% zaryad qoldi. Bo'pti, bolalarga hammaga salom. Ko'rishamiz Brat, hali yana. addushi. Ora-orada shuna primoy qilib turamiz o'rtoqlar. Bugun sal qotganligi sababli aybga buyurmaysizlar. Da. Diyor aka, hayot ishlaringizga omad, addushi. Rahmat. Bo'pti. Hop. Charchamanglar. Brat, rahmat. Addushi.